Assalomu alaykum. O'rtoqlar, qalaysizlar? Madina xonimning har doimgidek o'zgacha ko'rinishlarda biz yana bir hammadan birinchi bo'lib tayyorgarlik ko'rdik. Qani bir obunachilarimizga bir salom qilib beringchi. Duoy ketdi. Ko'p yashang, baxtli bo'ling. Mana to'ringizda turgan krasavchik bilan umrbod birga bo'ling, kam bo'lmang. Eng qizig'ini aytayim, to'ydan keyin mana bu holatlar boshlandi bizga. Gullarimiz so'lib qoldi, ularni tashing. Bundan tashqari mana bu yetkazib berishimiz kerak hozir. Hali kelin gulini olib bermaganmiz ha. Shoshib pishib yugur qilib yotimiz. Sendek kayfiyatlar qalay? Güzel. Normalniymi? Нормально. Imzo ofirda yo'qmi? Конечно. Madonim yo'qmi? Yetasizmi? Shu bugunda bor yo'q, mana shu yuragimda absolutni bardak, вот так. Kechingda berilgan bu va'dalaring gapirildi, просто так, unutildi darrov. Yana nima dema, har gal bu seryoz bo'laman. Assalomu alaykum. Kuninglar yaxshi va barakatli bo'lsin. Biz sizlarni kayfiyatlarini ko'tarishda davom etamiz. Sizlar bizlarni kuzatib, kommentariyalarda like'larni portlatib, banglatib, yana nima qilishasiz? O'rtoqlarga jo'natib qo'yishsin. Ketdimi? Ketdi. Давай.